Ramazon oyi munosabati bilan vaqf orqali bizning ehsonlarimizga 8 mingta muhtoj oilaga yetib borishini bilib turib, Ermedov korxonasi chetda qarab tura olmadi. Jamoatchilikka yordam bu har bir insonning farzi. Bugun har bir inson o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, turli xil ehsonlar va saxiyliklar yo'lga qo'yadi. Shu ehsonlarning orasida shubhasiz eng ko'zga tashlangani bu vaqf xayriya jamoat fondi. Har bir inson o'z imkoniyatidan ehson qiladi deganimizdek, bugun O'zbekistonning mashhur artistlari o'zini xizmatlari bilan, boylar bo'lsa o'zini pullari bilan ehson qilishadi. Shu o'rinda biz ham Ramazon oyi munosabati bilan Vaqf xayriya jamoat fondi 8 mingta xonadonga ehson qilishi va bizning ehsonlarimiz ham miskin, muhtoj insonlarni saharlik, iftorlik dasturxonida bo'lishi mumkinligini bilib, shunchaki chetda qarab turolmadik. Azizlar, sizlarga ham bir narsani aytmoqchimizki, bugun siz ehson qilish uchun boy bo'lishingiz shart emas. Bu uchun bizga hattoki ko'plab miskin insonlar namuna bo'lib o'rnak ko'rsatishdi. Siz ham bugunoq o'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqib, xizmatingiz bilan, mahsulotingiz bilan yoki-da kichik bo'lsa-da ehsoningiz bilan o'zingizni hissangizni miskinlarning yordamiga qo'shing. Ramazon oyida eng xursand bo'ladiganlar bu albatta bolalar. Bolalarni esa eng xursand qiladigan narsa bu shirinlik. Shirinliklaridan ulashib bizni jamoamizga kelib yordam berayotgan Ermedov jamoasidan Alloh rozi bo'lsin va hamma o'z kasbidan kelib ehson qilishi uchun ba'zamiz eshiklari ochiq. Albatta tashrif buyuring. Ramazon barokatidan foydalanib qoling.